uxlamaysizmi dedilar. Uxlayman hozir. Meni uxlatib nima qilmoqchisizlar? Kofe ichib olganman, uxlaymanda hozir. Koreys tilini qayerda o'rgangansiz dedilar. Uyda o'rganganman Avazbek aka. Men tan olaman. Koreyaga rosa kelmoqchi bo'lib turib, repetitor qimmat bo'lgan. Men zo'r oiladan chiqmaganman aka. Oddiy oilaning qiziman. Oddiy oilaning qiziman. Unchalik nima deydi, unaqa kambag'al emas, unaqa boy oilani emas, oddiy oylikka qarab yashaydigan oilaning qiziman. To'qchilikda ham, yo'qchilikda ham ko'rganman-da aka. Keyin kallam ishlab qolgan. Bunday qaraganman-da, cho'da nevigitna deganman. Oyoqqa turmasam bo'lmaydi. Yoshligimdan kallam zo'r ishlaganda, qaranglar. Bu kalla bilan men bir deputat bo'lib ketsam bo'lardi. Yurist bo'lib ketsam boru, pulim bo'lmaganda endi o'qishga. Keyin Koreyaga harakat qilganman. Kitoblarni olib kelib turib, o'z uyida o'rganganman. Kalla sizda ham bor kalla. Keyin kitobini olib kelib turib, uyda o'rganganman koreys tilini. Annyeonghaseyodan boshlaganman. Annyeonghaseyo, cho'nin Shahnozayeyo. Bir kunta qarzga Shahnoza ismingiz nima dedi-da? Shahnoza desam, Shahnoza deymiz-ku mana. Shahnoza deydi. Shunday bir ismimni xunuk aytganidan shunday tupurib turib basharasiga urgilarim kelib ketdi. Indamadim-da mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rost aka. Urgilarim kelib ketdi. Urmadim. Indamadim. Shahnoza deydi. O'ynamayman. Sardor ganister tashiydimi? O'ynamayman batale. 8 odam bilan birovni nomidan ochib olmanglar-chi. Birov nomidan ochib olasizlar. Как будто bir rasmini qo'yib kelsa, menga kimdir, menga kim batir tashadi, deb turib qabul qiladiganday bir birovni nomidan ochib kelasiz. O'zlaringni bir nomlaringni ochib kelinglar. Bir profil kimdir ozgina bir TikTokda tanilgan bo'lsa, shuni profildagi rasmini oyib oladi-da, siraz o'ziga qo'yib oladi. O'zini mana yuz fasadidan uyaladimi bilmayman. O'zlaring bir yuringlar. Meni ismimdagi qizlarim ko'payib qopti yuna. O'zlaring ism topib qo'yib oylar. Rahmat.